Assalomu alaykum do'stlar. O'zbekistonda Alisher Navoiy nomidagi manzillar juda ham ko'p va biz bugun sizlar bilan Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetidamiz. Ketdik. Bu universitet 2016-yilda o'z ish faoliyatini boshlagan. Universitetda 14 ta bakalavriat yo'nalishi va 12 ta magistratura yo'nalishi bor. Bu yerda 6000 dan ziyod talabalar tahsil olishadi. Hozir mana bu yerda kichkina mushukchani ko'rib qoldim. Mushukcha ham bor ekan bu yerda. Bu menimcha talabalarning do'sti bo'lsa kerak. Va nihoyat ushbu universitetning mushukchasini qo'limga oldim. Voy! O'zbek tilini yaxshi bilsa kerak. Hamma koridorda talabalar, bu yerni ko'rib men talabalik paytlarim esimga tushib ketyapti. Xo'sh, demak, negadir, lekin auditoriyalar bo'sh. Keyin esa bilsak, hozir universitetda sessiya ekan. Do'stlar, va nihoyat men talabalarni topdim. Ular mana bu yerda, mana bu auditoriyada sessiyaga tayyorgarlik ko'rmoqda ekan. Talabalik davrim mening, davronlarning zo'risan degan shular bo'ladi. Asqar Aliyeva. Нет. Bu esa ma'ruzalar zali. So'z isboti bilan hozir mana shu ma'ruzalar zalida talabalar sessiya imtihonini topshirishyapti. Biz ularga omad tilaymiz va tinchlik saqlaymiz. Keling. Ko'pchilik o'ylaydiki, oliy ta'lim muassasalariga kirish juda ham qiyin. Aslida esa talaba bo'lgandan keyin ham o'ziga yarasha mashaqqati va mas'uliyati bor. Lekin bu universitetda talabalar dars tayyorlashi uchun, o'qib bilim olishlari uchun hamma sharoitlar bor ekan. Biz hozir mustaqil ta'lim zalidamiz va bu yerda talabalar darslarni tayyorlashyapti. Universitet hovlisini qarang, bu muhitni qarang. Quyosh, toza havo. Kitob o'qish uchun hamma sharoit bor. Universitet hovlisi xuddi kinolardagidek. Tabiiyki, biz universitetning axborot resurs markazidamiz. Kitoblar, yuringlar, ketdik. Bugungi kunda ushbu universitet xorijdagi 20 ga yaqin ta'lim muassasalari bilan hamkorlik olib borar ekan. Shuningdek, bu universitetda talabalar turar joyi, oshxona, 5 tashabbus xonalari va sport zal talabalarga xizmat ko'rsatmoqda. Odam o'lg'on zebu zohirdin demas. Kimki andin faxr etar, odam emas. Alisher Navoiy. Aziz do'stlar, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti haqida sizlarga eng zarur ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Nafaqat bu universitetda, balki yurtimizdagi barcha ta'lim muassasalarida o'zbek tilini sevishadi va qadrlashadi. Oliy ta'lim muassasalarining ostonasida turgan aziz yoshlar, universitet eshigi esa sizlarga doimo ochiq.